Ayol go'zallik va nafosat timsoli. Unga hamma zamonlarda yuksak ehtirom ko'rsatilgan, hamisha e'tirof etilgan. Kirib kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan joylarda bayram tantanalari tashkil etilmoqda. O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasi Toshkent viloyati kengashi tomonidan ham ayolga ehtirom nomli bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbirda kasaba uyushma tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan 100 dan ortiq xotin-qizlar ishtirok etdi. Dastlab tadbirni viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'i, viloyat nuroniy jamg'armasi raisi, kasaba uyushmalari viloyat kengashi raisi o'zlarining tabrik so'zlari bilan ochib, mamlakatimizda ayollarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, ularning ilm olishi va mehnat qilishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va ularni rag'batlantirish borasida ulkan ishlar amalga oshirilayotganligini ta'kidlashdi. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami nishonlanyapti. Jamiyatimizda o'ziga yarasha mehnat qilayotgan ayollarimizni, xotin-qizlarimizni eng fidoyilarini kasaba uyushma tomonidan taqdirlanyapti. Xotin-qizlarga chiqarilayotgan qator farmonlar, farmoyishlar bularning hammasi bizni xotin-qizlarimizni mana shu jamiyatda tutgan o'rnini ko'rsatish uchun belgilangan. Biz kasaba uyushmani a'zosi sifatida kasaba uyushmani qator imkoniyatlaridan ham foydalanyapmiz. Bugungi tadbirimizdan kelib chiqib yurtimizda kimki mehnat qilsa, kimki mana shu jamiyatimizga hissasini qo'shsa, farzand tarbiyasida, oila, qo'yingki barcha jabhalarda o'zini hissasini qo'shsa, e'tiborsiz qolmaydi. Fursatdan foydalanib O'zbekiston ayollarini 8-mart bilan tabriklayman. Ilohim bu bayramimiz bardavom bo'lsin. Shuningdek, islohotlarning samarasi o'laroq bugun ayollarimiz davlat va jamiyat hayotidagi jarayonlarda faol ishtirok etayotganligi, barcha sohalarda ayollar hal qiluvchi kuchga aylanib borayotganligi, yurtimiz dovrug'ini dunyoga tarannum etayotganligi haqida so'z bordi. Ta'lim sohasida faoliyat ko'rsatayotgan barcha ayollarimizni, munis onajonlarimizni, mo'tabar singillarimizni, opa-singillarimizni hammasini chin qalbimdan mana shu 8-mart bayrami bilan tabriklayman. Ayol qachon baxtli, ayol qachonki oilasidan tinch bo'lsa, uning farzandlari hammasi tinch bo'lsa, farzandlaridan ko'ngli to'lsa, gina ayol baxtli hisoblanadi. Ish joyida o'z o'rniga ega bo'lsa albatta. Bizga qachonki ayolga shunday ehtirom, shunday e'tibor qaratilsa, biz hech qachon charchamaymiz. Mana shu yurtimizda ko'rsatilayotgan ayollarga nisbatan bo'layotgan hurmat, ehtirom bizni juda ham hozirgi paytda quvontiradi. Tabriklar orqali yanada jo'shib yosh avlodga ta'lim berishda, o'zimizni bor kuchimizni, bor bilimimizni berishda charchamasdan faoliyat ko'rsatib boramiz. Hammaga ayollarga O'zbekistonda men baxt tilayman, sog'lik tilayman, davlatimizga tinchlik bo'lsin. Bayram dasturida O'zbekiston xalq shoiri Mahmud Toyir so'zga chiqib, o'z tabrigi va ayollarga atalgan she'rlari bilan tadbir ishtirokchilarini qutlab, ularga uzoq umr, oilaviy baxt, saodat, bahoriy kayfiyat hamroh bo'lishini tiladi.